Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilar. Xudo xolasa O'zbekistonda eng yangili, eng qaynoq narsalarni mana bizda bilasizlar. Bodo kompaniyasi JMP firmasining original narsalardan chiqardi. 1 tonnali 500 kilolik. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa shunaqa videomiz yoqqan bo'lsa like bosib turib YouTube kanalimizga o'tir. Haydang Shopir aka bir ko'rsatib qo'ying bu kanallarga. Bomba eng O'zbekistonda eng yangiligi. Buni qarang, ketishini qarang. Doda xo'ja motorollarni qarang. Вообще, tapchkalar ko'rib, ko'tlari yonib ketsin, shu tapchkalar bor edi. Ana uni qarang, ketishini baza bu, haqiqiy baza. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, YouTube kanalimizga o'tib, bombani bosib turib, motorollar Yulduz Usmonova mingan, Ozoda Mirsaidova mingan, Ozodbek Nazarbek mingan mashinachalarni dublikatida mana ko'rishlaringiz mumkin. JMP bizni. Mana eng qizig'i bilasizmi kim? Jahongir Poziljonov boyvachchasida minganida mana ko'ringlar, qarang. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, Samasval mana motorollarimiz ham chiqqan. YouTube kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Mazir Qo'qon shaharida ichida 4-baysani oldida Marvaridda oldida Bodo kompaniyasi.